Big qopimizni standart 1.30 ga endi 1 metr. Usi sborkali. Bu bespolietilen. Hozir bitta kichkinagina tajriba o'tkazmoqchiman, eksperiment. Shoflari ham juda mustahkam tikilgan. Bunga biz suv to'ldirib ko'ramiz. To'g'ri, o'tkazmaydi degan gap qilmayman, o'tkazadi. Bu bunga uchun mo'ljallanmagan, lekin qancha ushlab turishini hozir tajriba ko'rinishda sinab ko'ramiz. Mana suvimizni, basseynimizni qopni ichida polietilen yo'q, qaytaraman. Qoplaridan suv o'tkazyapti. Lekin polietilen yo'q qop uchun bu zo'r.